Assalomu alaykum qarindoshlar, sho'pirlik nazariya darsimizga xush keldinglar. Bugun darsimizning 4-chi darsi mashinaga bisilgan yuk taqlarning o'lchimining qanday bo'lganligi haqida o'rganib o'tamiz. Yuk taq basqanda diqqat qilish tegishlik cho'ng bir 3 qoida bor. Ya'ni birinchisi mashinaga bisilgan yuk taq sho'pirning ko'rish doirasiga to'salg'u bo'lmasligi kerak. Ya'ni bisilgan yuk taq cho'qim ching o'ralgan bo'lishi, hech kimga xatar elib kelmasligi kerak. Ani yuk taq cho'qim mashinaning plakat yoki chiroqlarini to'sib qo'ymasligi kerak. Bu bir qoida, diqqat qilish tegishlik. Andan bu yuk taqlarning qoidasini bilishda oldidan ikki xil atalg'uni bilib olish intayin muhim. Mush ikki xil atalg'uga asosan yuk taqlarni bisishninki o'lchimi o'xshamaydi. Ya'ni diol baralar degan parchalg'ili bo'ladigan yuk taqlar, masalan kichik eshiklar va yoki ishqilib parchalg'ili bo'ladigan kichik narsalar degandekchu, ishda yuk taqlarni diol baralar deymiz. Yana birisi 10 diol baralar ya'ni parchalg'ili bo'lmaydigan yuk taqlar, masalan shota deymiz, to'nglatqu deymiz. Bularni hamma unda parchalab qig'ilmaydi-ku. Kiralg'u degandekchu. Ya'ni mush ikki atalg'uni cho'qim bilishinglar kerak. Endi oldidan so'zlaydiganimiz, ya'ni hozir so'zlaydiganimiz mush cho'qim yodda bilishga tegishli imtihonga chiqib qolgan muhim qoidalar. Birinchisi, ya'ni diol baralarding, ya'ni parchalg'ili bo'ladigan yuk taqlar mashinaning oldi qismidan va yoki chetilgan vagonninki oldi qismidan chiqib qolsa bo'lmaydi. Yani diol baralarding mashinaning oldi qismidan yoki chetilgan vagonninki oldi qismidan chiqib qolsa bo'lmaydi. Ondan parchalg'ili bo'lmaydigan yuk taq mashinaning oldi qismidan 1 metrdan ortiq chiqib qolsa bo'lmaydi. Yani parchalg'ili bo'ladigan yuk taq oldi qismidan asla chiqib qolsa bo'lmaydi. Chetilgan vagonning oldi qismidan chiqib qolsa bo'lmaydi. Lekin parchalg'ili bo'lmaydigan yuk taq eng cho'q bo'lganda 1 metr chiqib qolsa bo'ldi. Endi yon tarafga kelsak, parchalg'ili bo'lmaydigan yuk taq mashinaning yon tarafidan, har ikki tarafidan eng cho'q bo'lganda 20 santimetrdan ortiq chiqib qolsa bo'lmaydi. Yani eng cho'q bo'lganda 20 santimetr. Ondan mayli parchalg'ili bo'ladigan yuk taq bo'lsin va yoki parchalg'ili bo'lmaydigan yuk taqlar bo'lsin, mashinaning orqa tarafidan 1 metrdan ortiq eshib ketmasligi kerak. Nima tuvanki rasm orqali texim yaxshi tushuna olasizlar. Meni masalan, mana parchalg'ili bo'ladigan yuk taq diol baralarding. Ya'ni men mashinaning oldi qismidan, mush mashinaningki eng oldi qismidan chiqib qolsa qat'iy bo'lmaydi, lekin mashinaning keyingi qismidan eng jiq bo'lganda 1 metr. Ama mashinaningki chaqidan boshlab hisoblaganda eng jiq bo'lganda 5 metr chiqib qolsa bo'ldi. Ondan parchalg'ili bo'ladigan yuk taq, ya'ni mashinaningki ikki yon tarafidan chiqib qolsa qat'iy bo'lmaydi. Sizlar rasmda ko'rgandek, mana yuk taqningki yon tarafdagi qismi mashinaning yon tarafi bilan tap-tang. Ya'ni parchalg'ili bo'ladigan yuk taq yon tarafdan chiqib qolsa bo'lmaydi. Ondan parchalg'ili bo'lmaydigan yuk taq mashinaning oldi qismidan, ya'ni sizlar rasmda ko'rgandek, eng jiq bo'lsa 1 metr chiqib qolsa bo'ldi. Keynidimi eng jiq bo'lsa 1 metr chiqib qolsa bo'ldi. Ondan yon tarafdan, har ikki tarafdan eng jiq bo'lganda 20 santimetr chiqib qolsa bo'ldi. Uni qarasanglar, hozir mashinaning kengligi bu yerda to'xtaydi, mana har ikki tarafdan ozroq chiqib qolgan. Ya'ni parchalg'ili bo'lmaydigan yuk taqlar mushta mashinaning yon tarafidan eng jiq bo'lganda 20 santimetr, ma tarafdan 20, a tarafdan 20 santimetr chiqib qolsa bo'ladi. Ya'ni boya deyilgan nazariyaning rasmlik tushuntirilishi. Endi kuzov, ya'ni anhang vaqin, ya'ni mashinaning keyniga, ya'ni B tipli pravo bilan biz mashinaning keyniga ba'zi kuzovlarni chetib so'rayolamiz. Buning o'ziga tushli qoidasi bor. Ya'ni B tipli pravo bilan har qanday kuzovni emas, balki ba'zi kuzovlarni chetib so'ragil bo'ldi. So'mxi anhang vaqin. Agarda biz mashinaning keyniga chetib so'ragan kuzovninki ig'irligi 750 kilogramdan to'van bo'lsa, u chaqda kuzovga mashinaning plakat numeriga o'xshash bo'lgan oq rangli plakat taqildi.
Mesela marasimni ko'rganingda ma kozupning ig'irligi 750 kilodan tuvan bo'lg'achqa hozir yana mashinaning plakatiga o'xshash bo'lgan oq rangli plakat taqildi. Agarda mashinaning keyniga chatgan kozupninki ig'irligi 750 kilodan jiq bo'lib qolsa, u vaqtda o'zining o'z oldiga xos bo'lgan siriq rangli plakat taqildi. Ya'ni ma rasmda shu sababdan taqalgan. Yani ma kozupning ig'irligi yani 750 kilodan jiq bo'lganligi uchun. Ondan biz burunqi darslarimiz o'rganib o'tgandik, mashinaningki betipliq pravay deydigan umum mashinaning ig'irligi 3500 kilogramdan oshib ketmasligi kerak debchi. Shunga shu chetildigan kozupmu mashinaning ig'irligi bilan qo'shib, chetildigan kozupning ichidagi yuk taqmal, shuning hammasi qo'shilib 3500 kilogramdan oshib ketmasligi kerak. Masalan, mashinamizning ig'irligi 1500 kilogram bo'lsa, biz u chaqda eng jiq bo'lganda 2000 kilogram keladigan kozup va yuk taqlarni so'rab mang'alaymiz degan gap. Ya'ni kozup to'g'risida sizlar cho'qim bilish tegishlik, yo'da bilish tegishlik muhim qoidalarning birisi. Endi kozupga bisilgan yuk taq, ya'ni kozupga bisilgan yuk taqningmi ozroq qoidalari bor. Ya'ni kozupga bisilgan yuk taq kozupning oldi tarafidan chiqib qolsa bo'lmaydi. Ya'ni bu yer demakchi masalan, ma kozup yuk taq bo'lsa, ma oldi tarafdan, ya'ni kozupninki miyadin chiqib qolsa qat'iy bo'lmaydi demakchi, oldi tarafdan. Kozupning keynidan chiqib qolsa bo'ladi, parchalag'ili bo'lmaydigan yuk taqlar. Lekin keynidan eng jiq bo'lganda, shu mashinaga o'xshashlam 1 metr, shu kozupninki chaqidan boshlab hisoblaganda eng jiq bo'lganda 5 metr chiqib qolsa bo'ldi. Ondan parchalag'ili bo'lmaydigan yuk taqlar kozupninki yon tarafidan, ya'ni parchalag'ili va parchalı yuk taqlarning ikkisi kozupning yon tarafidan 20 santimetrdan ortiq chiqib qolmasligi kerak. Yani buning hammasi normal mashinaga bisilgan yuk taqqa o'xshaydi. Endi mashinadan chiqib qolgan yuk taqqa belgi qo'yish, ya'ni ba'zi ahvollarda mashinaga yoki kozuplarga yuk taq bosgan vaqtida belgi qo'yishimiz kerak. Bu qoidani cho'qim yodda bilishinglar kerak. Ya'ni qanday ahvol degan vaqtida boya dedik-ku, mashinaga ya'ni parchalag'ili bo'lmaydigan yuk taq mashinaningki shu keyni chaqidan boshlab hisoblaganda eng jiq bo'lganda 5 metr chiqib qolsa bo'ldi debchi. Ishda ahvol ostida, ya'ni 1 metrdan ortiq chiqib qolgan ahvol ostida belgi qo'yamiz. Ham yon tarafdan boya dedik, mayli mashina bo'lsin va yoki kozup bo'lsin, yon tarafdan eng jiq bo'lganda 20 santimetr chiqib qolsa bo'ldi debchi. Agarda yani 10 santimetrdan ortiq chiqib qolsa belgi qo'yamiz. Yani 8, 9, 7 santimetr olsa belgi qo'ymasak ham bo'ldi. Lekin 11, 12 eng yuqori chek 20 santimetr, yani 10 santimetrdan yuqori chiqib qolgan vaqtda belgi qo'yamiz. Yani yig'inchoqlasam, shu mashinaga bisilgan yuk taq mashinaning oldi va yoki keyin tarafdan 1 metrdan ortiq chiqib qolgan vaqtida va yon tarafdan 10 santimetrdan ortiq chiqib qolgan vaqtida belgi qo'yamiz. Yani bu belge mushu sizlar rasmda ko'rsatilgan belgi qo'yish taxtasi bilan belgi qo'yildi. O'zimiz xohlagancha bir taxtaga siziqlarni sizib yoki bir qizillatini chaplab olib belgi qo'ysak bo'lmaydi. Ya'ni men bir qancha ahvollarni ko'rsatdim. Masalan, ma rasm qarasanglar, ma yuk taq, ma parchalag'ili bo'lmaydigan yuk taqgan. Bir uzun tayoqdek bir nima ekan-ku. Masalan, mashinaningki oldidan eng jiq bo'lganda 1 metr chiqib qolsa bo'ldi, keynidanmi eng jiq bo'lganda 1 metr chiqib qolsa bo'ladi. Masalan, ma rasmda miyada bir qizil latadek bir nimani qilib qo'yibdi-chu. Ilqam markering belgi qo'ygan vaqtida, masalan, bu shaklda nim qilish xato. Ma rasmdami yana narsalarni bunday shaklda mashinaning keyin eshigini ichib qo'yib bunday shaklda bisish ham unda bir latalarni chigiblam belgi qo'yish xato. Ya'ni yuk taqlarni bisishning o'lchamiga tushmaydi. Ma rasm qarasanglar, yani bu xil shaklda yuk taqlarni bisish xatochi. Ondan shu yuk taqlarni xato usulda bosgan vaqtida, masalan, qanday xato usuli degandek, mushta
oldi tarafdan eng jiqog'anda 1 metr chiqib qilish kerak. Agar 1 metrdan oshirib va yoki yon tarafdan eng az bo'lganda o'ng tarafdan 20 sm, sol tarafdan 20 sm chiqib qilish kerak. Ashta yon tarafdan oshirib yuktaqlarni bosgan vaqtida va yoki rasmiy o'lchamlik belgi qo'yish taxtasini ishlatmay, shundoq bir qizil latlarni chigib qo'yib va yoki o'zi qog'ozlarda belgi qo'yish taxtasini yasulib qilgan vaqtida va yoki yuktaqlarni bisib mang'an vaqtida o'lcham bo'yicha plakat u narsalarni o'lcham bo'yicha qilmagan vaqtida buning jazosi yana bir xil ahvol. Masalan, parchalag'ili bo'ladigan yuktaqlarni bosgan vaqtida, masalan, ba'zida yopurmoq deymiz va yoki qum shig'illarni deymiz. Bunday yuktaqlarni bosgan vaqtida cho'qim uni bir tog'ada va yoki bir sim xaltalarda ching o'ritish kerak. Agarda işte parçalı bo'ladigan yuktaqlarni ching o'rimay, u yuktaq yerga tushib ketib, boshqa mashinalarga so'qilib, boshqalarning bexatarligiga xatar elib keladigan bunda ahvol bo'lib qolsa, buning jarimonasi eng az deganda 125 yevrodan tortib, eng jiq bo'lganda 2290 yevrogacha davomlashadi ekan. Ya'ni yuktaqlarni mushta xato usulda nima qilib xatar